$650 ga taburetka olgan bo'larmidingiz? Olgan bo'lardingiz. Nimaga? Hozir ko'rsataman. Mana shu taburetka. Mana uголокlar qatorda turibdi. O'zi, mana shu $650. Mana, ko'ringlar. Oddiy taburetka. Narx jiddiy $650. Men qo'ymaganman, boshlig'im qo'ygan. $650. Bu arziydimi yo'qmi bu narxga? Agar arzisa kommentariyada yozib qoldiring. Lekin shoshilmang. Arzimaydi. Nima deyapsan? Jinni bo'lib qolsan deyishga shoshilmang. Buni bonuslari ham bor. Bonuslarni men ko'rsataman. Ungacha siz like va kommentariy yozib turing. Demak, bu taburetkani bonuslarini tanishtirib chiqaman. Trimo, shkaf, divan, ikkita tumba. Polniy fasadi MDF dan qilingan krashinli, ya'ni bo'yalgan. E'tibor bersangiz, bu MDF bo'yalgan va dovuvchi mexanizmlar qo'yilgan. Ochib qo'yib yuborsangiz, sekin o'zi chiroyli bo'lib yopiladi. Bunisi ham mana. Ya'ni ikki tomonida polkalar va o'rtada kupe bor, ya'ni shkaf. Mana. Vishilka uchun Trimoga ham e'tibor bering. Bunga ham dovuvchi mexanizm qo'yilgan, mana sekin yopiladigan. Trimo, shkaf, divan, ikkita tumba. Tumbalarda ham tepalarida mana tungi chiroqlari bor. Matrasi bilan общий 210 ga 170. Bitta taburetka olasiz, shularni bonus qilib beraveramiz. Xo'sh, arzirkanmi $650 ga? Arzisa kommentariyada yozib qoldiring va like bosib qo'yishni ham unutmang.